Mercedes endi kimsan? Fernandning xotini. Suyukli xotini. Ular qasrda turishadi. Nimagaki Fernand Fransiya peri. Fernana. U esa Madame de Morcer. Siz nolsiz, oqog'oz varag'isiz. Juda soz. Mening musavvirligimni ishga solaylik-da. Shu oppoq qog'ozga oliy maqsad sari intelligent, donishmand odamni jisman emas, ruhan oqsuyak odamni portretini chizaylik. Zotan bu o'ta darajada telba fikr, lekin uni telba odamlardan boshqa kim ham amalga oshira olardi? Bonapart bilan muloqotda bo'lganlarni yoqtirishmaydi. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, bu gap uchovimizni oramizda qoladi degan umiddaman. Sizni Edmond haqidagi taklifingizni inobatga oldim danglar. Rosa 3 oydan so'ng shu yerda kutaman sizlarni. Kemaga sizni kapitan etib tayinladim, Edmond. Menimcha siz bilan biz bir jihatdan hamdard ko'rinamiz. Meni ham to'g'ri nikoh to'yidan chaqirib kelishdi. Mening qaylig'im ham Sohib Jamol. Keling, Sohib Jamol qalliqlarimiz uchun qadaq ko'taraylik. Ishonchim komilki janobdan tez. Sizda gunoh yo'q. Yo Parvardigor, bu telbani ruhini qabul et. Eng yuvvosh mahbus edi bechora qal'ada. Jasadini yangi qopga solib dengizga dafn eting. Nachora. O'lim to'shagida yotgan odamning xohishini bajarmoq joiz. Borib ayting. Uni barcha gunohlarini Edmond Dantes kechirdi. Nimagaki bu yerda mudhish jinoyat sodir bo'lgan. Yonib ketgan bog'ni qayta bunyod etish paytida mana shu yerda tiriklay ko'milgan chaqaloq bolani suyaklarini topdim. Negadir bugun ifqallasida kechasi bilan to'xtamasdan gumburlatib to'p otib chiqishdi. Bironta xavfli davlat jinoyatchisi qamoqdan qochdimi deyman. Ha, yaxshi, yaxshi. Biroz o'zingga kelol, keyin bir yo'liq qilarmiz masalayni. Hey! Quruq kiyim beringlar unga. Romdan yemek ko'proq quyib beringlar. Janob ofitserlar! Janob ofitserlar, bizni qamoqxonaga marhamat qilinglar. Momaqaldiroq bo'lyapti. Hademay jala quyadi. Biroz dam olib isinib olasizlar. Bizda a'lo nav vino, pishgan go'sht, tovuq bor. Marhamat, kiringlar. Marhamat. Bu yoqqa kiringlar. Marhamat, kiraveringlar. Kiringlar. Marhamat. Yo'q. Bu dushmanlarimning nayranga. Janoblar, senga faqat shuni aytishim mumkin. Vijdonim pok. Agar biron nojo'ya ish qilgan bo'lsam, onangni deb qilganman. Hayotimizni zaharlayotgan o'sha mal unni duelga chaqirardim, lekin bilmayman. U iblisning kimligini. Qolaversa buni mutlaqo iloji yo'q. Ertalab pul qo'lingizda bo'ladi. Soat 10 da. Ochig'ini aytganda, graf, butun Yevropadagi barcha yirik sarmoyadorlarni bilaman deb o'ylovdim. Holbuki sizni sarmoyangizdan mutlaqo g'ofil ekanman. Aytingchi, yaqinda ega bo'lganmisiz bu boylikka? Endi issak bo'ladi. Shunaqa havorni yoqtiraman. Qo'ying, mayli. Men bahor chog'ida momaqaldiroq gumburlashini, yomg'irni shovullab qo'yishini yaxshi ko'raman. Uning shovullashida qandaydir da'vat borday. Qani? Zoti munavvarlari Peppinani o'ldirishmoqchi. Zoti munavvarlari, nahot og'amdan judo bo'lsam, menga yordam qiling, graf. Zoti munavvarlari, vaqt juda oz qoldi. Ulgura olmaysiz, graf. Hech qachon men quruq va'da bermayman. Ko'nglingni to'q tut. Minnatdorman, graf. Faqat tovuq sotamiz. Agar yegingiz kelayotgan bo'lsa, siz ham sotib olishingiz mumkin.
Mana tarozi olib keldim. Xo'p, kel qo'yib beray. Kerak yo'q. Karkonta. 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 Bu odamiding. Qani beri kel. Qara, senga nima olib keldim? Do'stim g'oyatda zakovatli edi. Ringga kelganimizga bor yo'g'i bir necha kun bo'ldi, lekin u diqqatga sazovor yerlarni mufassal o'rganishga jazm etdi. Bu qayerniki? Xitoyniki. Mumkinmi? Hozir do'stingiz qayerda? Oy, u vaqtini muzeyda o'tkazishni yaxshi ko'radi. Lekin hozir u kutubxonada kitob tutib o'tirgan bo'lsa kerak. Bu yaxshi odat, ofarin, ofarin. Tanimadingmi meni? Lekin men seni tanidim. Sen Fernand Mondego-san, fransuz ofitseri. Meni otamni qo'shiniga bosh bo'lgansan, keyin unga xiyonat qilgansan. Unda sohibim, meni bag'ringizga bosing. Sevib qoldim sizni. Bu dunyoda faqat sizni sevaman, evaziga hech nima so'ramayman. Salom do'stlar. Qizig'i shundaki, janoblar, bu maqolani chop qilishdan oldin menga ko'rsatishmagan, mutlaqo bexabar qolganman. Lekin gap bunda emas. Mesye boshon, bosmaxonaga. Bandman, janob de Morsier, da'vatingizni qabul qilaman. Siz bilan olishishga tayyorman. Faqat 2 haftadan keyin. Buni sababi birinchidan, bu maqolada de Morsier nomi aytilmagan. Ikkinchidan, padaringiz bilan Fernand Mondego bir shaxs ekanligini Parijda hech kim bilmaydi. Agar sizni duelga chaqirgan maktubingiz bo'lmaganda, men ham bilmagan bo'lardim. Negadir bu safar adashibman. Don Carlos Ispaniyaga qaytayotganmish. Yo'q. Aniq ma'lumot berishdi. Undan chiqdi, inglizlardan ispan qog'ozini sotib olish kerak ekan. Bugun xizmatkorlarni jo'natib yuborib, qopxona eshigini ochib qo'ying. Sekinroq. Nima? Bola tirikmidi? Siz meni bolamni tiriklayin. Ko'mdingizmi? Tirik bolani big'illatib ko'mishga qanday qo'lingiz bordi? Parvardigorning intiqomi. Sho'rlik bolagina bo'zlab qayerlarda yuribdingiz? Mana eshiting. Arxivlarni titkilaganimizda shu narsa aniq bo'ldiki, Monte Cristo asli familiya emas, balki joy, ya'ni orolning nomi ekan. Xo'sh, bitta ma'lumotda u luteran, boshqasida musulmon deyilgan. Sharqdagi xristianlarga ko'rsatgan ulkan xizmatlari uchun muqaddas papa uni xoch nishoni bilan mukofotlagan. Janob de Morsier, bu qizning Yanini podshosi Ali Tabolinning qizi ekanligini e'tirof etasizmi? Demak, Ali Tabolinning qizi Haydening ko'rsatmasidan shunga amin bo'ldikki, siz gunohingizni aslo inkor eta olmaysiz. Biz baribir otalarimiz uchun javobgarmiz. Zero ularning har bir jinoyati bizning qonimizda qolgan. Bu qon farzandlar ongini zaharlaydi. Shunga ko'ra men uchun yagona yo'l duelda sekundantlik qiladigan odamni topish. Bu oxirgisi bo'ladi. Nimagaki Monte Cristo meni o'ldiradi. Qalbim iztirobda dada. Nahotki shu rost bo'lsa. Nahot shu gap Edmon. Yo'q. Mercedes o'lmagan. Sizni shuncha yillar mobaynida unutmagan. Sizni tanigan yagona odam tirik. Men uchun Fernandga zarba bergan odamning kimligini bilishning mutlaqo hojati yo'q. Ammo o'tiraman sizdan. nahotki unutgan bo'lsangiz, bo'pti. Hozir esingizga solib qo'yaman. Ko'hna uyni 2-chi qavatida tug'ilganman. Oltin farishtalar bilan bezatilgan xonada. Esladingizmi dadajon? Ha, unutmabsiz, aftingizdan ko'rib turibman. Meni mehribon dadajonim tirik. Zurriyotini, ya'ni meni onamga o'ldi deb aytgan. Dadajonimning ahvoliga bir qaranglar. Bu dunyoni tark etmoqchi. Keyin dadajonim meni mana shu ashyoviy dalil Batis yo'rgakka o'ragan. So'ngra uy orqasidagi batqoq qolib chiqqanda o'z qo'llari bilan ko'mgan.
Tiriklayin! Chirib ketgan bo'lardim agar ustozim kovlab olmaganda. Lekin 2 kun avval uni bechoraning joyi jannatda bo'lsin. Marhumni xotirlab hamma o'rnidan tursin. Turing! Gapim tamom. O'g'lim! Mana onajonimiz ham paydo bo'lib qoldilar. Mana bunisi singlim bo'lsa kerak. Muqaddas oilajon bo'ljam. Attang dadajonimizni kutib qoldi-da. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Hojiakbar Nurmatov, Yoqub Ahmedov, To'lqin Tojiyev, Rima Ahmedova, Yo'ldosh Abdukarimov, Farziddin Fayozov, Omon Abdurazoqov va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov, ovoz operatori Abdulla Ahrorov, tarjimon Qodir Mirmuhamedov, muharrirlar Sharofat Qo'shboyeva, Marhabo Nasriddinova.